Zangiotaning tug'ilib o'sgan joyi ma'lum emas. Taxminlarga ko'ra, Toshkent shahrining Samarqand darvoza mavzesida dunyoga kelgan. U boshlang'ich ta'limni otasidan oladi. Otasining vafotidan keyin Ahmad Yassaviyning xalifasi va shogirdi bo'lmish Sulaymon Boqirg'oniy huzuriga boradi. Bir necha yil uning mulozamatida bo'lib, undan Yassaviylik tariqati sir asrorlari va odobini o'rganadi hamda bu tariqatning yetuk namoyandasi bo'lib yetishadi. So'ng o'z vataniga qaytib kelib, aholini axloqiy, tasavvufiy yo'l-yo'riqlar bilan tarbiyalashga kirishadi. Xalq uni oliy himmatligi uchun Zangi bobo himmatiy deb ulug'lashgan. U zot faqir va darvesh sifat inson bo'lib, odamlarning sigirlarini boqib, podachilik qilib, halol rizq topib, g'aribona hayot kechirgan. Zangiotaning kundalik umri doimo daladashda o'tgan. Rivoyatlarga ko'ra, u zikr bilan mashg'ul bo'lganida, podadagi barcha mol-hol o'tlashdan to'xtab, uning atrofini halqadek o'rab, quloq tutar ekan. Shundan bo'lsa kerak, chorvadorlar Zangiotani o'z pirlari deb hisoblaydilar. Tarixchi olim marhum Turg'un Fayziyevning qayd etishicha, Zangiota to'g'risida juda ko'plab rivoyatlar bizgacha yetib kelgan. Bu kishining faoliyati to'g'risida, maqbarasi bilan bog'liq bo'lgan, bu kishining hayoti bilan bog'liq bo'lgan, o'sha cho'ponchilik, podachilik bilan bog'liq bo'lgan, ayniqsa xalq orasida bu kishining qilgan xizmatlari to'g'risida juda ko'plab rivoyatlar yetib kelgan. Ana shu marhum tarixchi Turg'un Fayziyevning qayd etishicha, o'z davrida Mo'g'ul istilosi, Mo'g'ul bosqini bo'lgan davrda xalqning ruhini ko'tarish, unga yordam berish, ya'ni o'sha paytda bu kishi cho'ponchilik bilan shug'ullangan, podachilik bilan odamlarga sut yetkazib bergan, ko'pchiligiga bog'roqlardagi meva-chevalarni yetkazib berib, bari keng qo'li ochiq bo'lganligi uchun, ya'ni buni xalq o'rtasidagi faxr va iftixoriy xizmatlari uchun himmatiy nomi berilgan va ko'p manbalarda, o'rta asr manbalarida Zangiota himmatiy nomi bilan ham keladi.